tarixda bir voqea bo'lgan. Xo'sh. Harun ar-Rashid zamonida Abdulloh va Yahyo degan ikkita vazir bo'ladi. Bir-birini rosa yomon ko'rib fitna qilib, bir-biriga qarshi gaplar qilib, fisq fasod qilib, oxiri ikkoni ikkita joyga hokim qilib qutuladi-yu. Ashaddiy dushman bir-biriga. Yaxshi inson, solih odam, katta qarzga kirib qolgan bo'ladi. Xudo ko'ngliga solganmi, nima qilganini bilmayman. Bir-birini ko'raga ko'zi otarga o'q yo'q bo'lgan odam Abdullohning oldiga boradi. Yahyoning nomidan xat yozib. Assalomu alaykum, mana shu inson bizni bir yaqin do'stimiz bo'ladi, qiyin ahvolga tushib qolibdi. Sizga yaqin viloyatda ekan, iltimos yordam berib yuboring degan mazmunda uni xatini yozib, qo'l qo'yib bilan boradi. Bu o'qiydida birdan jahli chiqib ketadi. Hayotda unaqa xat yozmaydi. Xating soxta ekan, lekin qiyin ahvolda qolibsan, kechirdim, bor ketaver deb aytadi. U ham turib, yo'q, xat soxta emas deydi. Shunda fe'l kelib qoladi buni. Bir shaplar dedi, keladi, ushlanglar buni dedi, ushlaydi. Men mana shu xatni dedi, hozir bitta choparga berib jo'nataman Yahyoga. Ha, men yozganman shu xatni